kimga manfaat olib keldi u paxta? Millatimizga manfaat olib kelgan yo'q. Balo, azob olib keldi. 100 yillik tizimni 2 yilda olib tashladik. Og'ir edi bu, lekin shu qarorni qildik, bo'lar ekan-ku hozir. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlik. Bola 11 yil o'rniga atiga 7 yil o'qishga majbur bo'ldi. Bu haqiqat, 7 yil. Katta yo'lga qadam qo'yapmiz. Kim shiddat bilan harakat qilyapti. Mana natija. Bilasizlarmi? Insonga e'tibor deyapmiz. Agar sifatli ta'lim bo'lsa, bu ham e'tibor. Prezidentning ishongan kuchi, qudrati, muallimlar, murabbiylar. Ana shunga biz hammamiz birlashsak, o'shanda natija bo'ladi. Maktab qurib berishimiz shart, lekin ichidagi muhit, ichidagi ta'lim, ichidagi milliy g'ururimiz, iftixorimiz bu faqat sizlarga bog'liq. 3-Renessansni o'quvchilarimiz qurishi uchun poydevorini biz muallimlar qurishimiz kerak.